Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Pensionerlarga ortiqcha to'langan pensiya pullarini qaytarish bo'yicha talablar kelishni boshlagan holatlar ko'paymoqda. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan odamga emas, uning farzandlariga, vasiylariga, buxgalterlarga, kadrlar bo'limida ishlaydiganlarga va umuman har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot, bitta vaqtida berilmagan ariza yoki bitta e'tiborsiz qoldirilgan xat oqibati odamdan bir necha million so'm qaytarish talab qilinishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi? Kimlar pullarni qaytaradi, kimlar qaytarmasligi mumkin? Qaysi holatda talab qonuniy, qaysi holatda esa bahslashish kerak? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq pensionerlar va ularning farzandlari ko'rishi kerak. Men masalani hissiyot bilan emas, amaliy nuqtai nazardan, hujjat va hayotiy vaziyatlar asosida tushuntiraman. Avval ko'p holatlarda pensioner pensiyasini olardi. Agar pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlar hisob kitobda xato qilgan bo'lsa, bu xato yillar davomida sezilmay qolishi mumkin edi. Odam pensiyani bank kartasiga yoki naqd shaklda olib, uni oilasining ro'zg'origa, dori-darmoniga, kommunal to'lovga ishlatib yuborardi. Keyin bir kuni tekshiruv bo'lib, sizga falon oydan falon oygacha ortiqcha pensiya to'langan. Endi qaytarishingiz kerak degan talabnoma kelardi. Mana shu joyda eng katta savol tug'iladi. Oddiy pensioner aybdormi yoki xatoni qilgan idora aybdormi? Hozir esa ma'lumot almashinuv kuchaygan. Elektron bazalar, ish haqi, mehnat staji, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ma'lumotlar, vafot etgan shaxslar reyestri, bank to'lovlari, yashash joyi, ishga kirganlik yoki ish faoliyatini davom ettirganlik haqidagi axborotlar asta-sekin bir-biriga ulanmoqda. Natijada avval ko'rinmay qolgan holatlar endi chiqib kelyapti. Masalan, pensioner ishlayotgan bo'lsa-yu, bu ma'lumot vaqtida bildirilmagan bo'lsa yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa-yu, pensiya to'lovi davom etgan bo'lsa, yoki vafot etgan pensionerning kartasidan keyin ham pul yechilgan bo'lsa, tizim buni aniqlashi mumkin. Shundan keyin talabnoma keladi. Bu yerda men bir narsani aniq aytaman, har bir talabnoma avtomatik ravishda to'g'ri degani emas. Talab kelgani bilan odam darhol qo'rqib bor pulini to'lab yuborish shart emas. Avvalo talabning asosi hisob kitob davri ortiqcha to'lov sababi kimning xatosi ekani va pensionerning aybi bor yo'qligi tekshirilishi kerak. Chunki qonuniy jihatdan turli vaziyatlar bor. Ayrim holatda pul qaytariladi, ayrim holatda undirilmasligi mumkin. Ayrim holatda esa faqat kelishuv asosida bosqichma-bosqich ushlab qolinadi. Birinchi navbatda pensiya tayinlashda noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot bergan shaxslar xavotir olishi kerak. Masalan, kimdir pensiya tayinlash uchun ish staji haqida hujjat topshirgan. Keyinchalik bu ma'lumot qalbaki yoki noto'g'ri ekani aniqlangan yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma asossiz yuqori ko'rsatilgan. Bunday holatda ortiqcha hisoblangan pensiya qaytarilishi talab qilinishi ehtimoli yuqori. Chunki ortiqcha to'lov pensionerning yoki hujjat bergan tashkilotning noto'g'ri harakati natijasida yuzaga kelgan bo'ladi. Masalan, bir fuqaro 2005 yildan 2015 yilgacha ishlaganman deb ma'lumotnoma taqdim etadi. Shu asosda pensiya miqdori oyiga 300 ming so'mga ko'proq chiqadi. Oradan 3 yil o'tib tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, u aslida bu davrning faqat 5 yilida ishlagan, qolgan yillarda ma'lumot xato kiritilgan. Agar 3 yil davomida har oy 300 ming so'mdan ortiqcha to'langan bo'lsa, jami 1 million 800 ming so'm chiqadi. Bunday holatda davlat organi ortiqcha to'langan pulni qaytaring deyishi mumkin. Lekin bu yerda ham kim aybdorligi aniqlanadi. Pensioner o'zi bilan turib noto'g'ri hujjat berganmi yoki sobiq korxona noto'g'ri ma'lumotnoma yozganmi? Ikkinchi xavfli holat, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bunda pensiya odatda muayyan shartlar asosida beriladi. Bola voyaga yetmaguncha ayrim hollarda o'qishda davom etsa ma'lum yoshgacha mehnatga layoqatsiz oila a'zolariga. Agar bola o'qishni tugatsa yoki o'qishdan chetlashtirilsa, lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berilmasa, to'lov davom etib ketishi mumkin. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlanadi. Hayotiy misol, 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U sentyabr oyida universitetdan chetlashtiriladi. Lekin oilasi hali pul tushyapti, demak hammasi joyida deb yuraveradi. Pensiya yana 8 oy tushadi. Har oy 900 ming so'mdan bo'lsa, jami 7 million 200 ming so'm ortiqcha to'lov bo'ladi. Bunday vaziyatda talab kelishi juda mumkin.
Shuning uchun men doim aytaman, pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishni yashirmaslik kerak. Uchinchi holat nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi. Nogironlik guruhi ma'lum muddatga belgilangan bo'lishi mumkin. Agar muddat tugasa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Ba'zi odamlar oldin berilgan, yana davom etaveradi deb o'ylaydi. Lekin huquqiy asos tugagan bo'lsa, to'lov ham to'xtashi kerak. Agar tizimda kechikish bo'lib, pul tushishda davom etsa, keyin talabnoma kelishi mumkin. Bu yerda ham vaziyatni alohida ko'rish kerak. Pensioner ko'rikdan o'tish uchun vaqtida murojaat qilganmi? Idora kechiktirganmi? Hujjatlar qayerda qolib ketgan? 4-holat. Pensioner vafot etganidan keyin uning kartasidan pul yechish. Bu juda nozik va ko'p uchraydigan masala. Agar pensioner vafot etsa, uning pensiya to'lovi ma'lum tartibda to'xtatiladi. Lekin ba'zan pensiya keyingi oy ham kartaga tushib qoladi. Qarindoshlar esa kartaning parolini biladi va pulni yechib oladi. Ular bu otamizning puli, baribir oilaga kerak edi deb o'ylashi mumkin. Lekin huquqiy tomondan bu har doim ham to'g'ri emas. Vafot etganidan keyingi davr uchun tushgan pensiya ortiqcha to'lov hisoblanishi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner 10 mart kuni vafot etdi. Aprel va may oylarida Hamgartaga jami 2.100.000 so'm pensiya tushdi. Farzandi bu pullarni yechib, dafn marosimi xarajatlariga ishlatdi. Keyin pensiya jamg'armasidan talab keldi. Vafotdan keyin to'langan summa qaytarilsin. Bunda qarindoshlar hayron bo'ladi. Lekin muammo shundaki, pul qaysi davr uchun to'langaniga qaraladi. Agar pensioner tirik bo'lmagan davr uchun to'langan bo'lsa, uni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Dafn puli yoki boshqa ijtimoiy yordam alohida masala. Pensiya to'lovi esa alohida. 5-holat bir vaqtning o'zida ikki xil to'lovni noqonuniy olish. Ayrim to'lovlar bir-birini istisno qilishi mumkin. Masalan, shaxs bir turdagi pensiya olayotgan bo'lsa, boshqa turdagi nafaqani olish huquqi bo'lmasligi mumkin. Agar bazalarda ma'lumot kechikib yangilansa, odam bir necha oy ikki tomondan pul oladi. Keyin esa ortiqcha olingan summa qaytarilsin deyiladi. Bu yerda odam men so'ramadim-ku, o'zlari tashlab berdi deyishi mumkin. Lekin agar u pul olish huquqi yo'qligini bilgan yoki bilishi kerak bo'lgan bo'lsa, qaytarish masalasi qo'yiladi. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni qonuniy tayinlatgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, ish stajingiz real bo'lsa, yashash holatingiz, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik shartlari bo'yicha hammasi joyida bo'lsa, faqat boshqalarga talab kelibdi deb qo'rqmang. Talabnoma individual bo'ladi. Har bir odamdan pul so'ralmaydi. Lekin baribir men maslahat beraman. Pensiya tayinlangan qarorni, staj hujjatlarini, ish haqi ma'lumotnomalarini, bank tushumlarini, tibbiy komissiya xulosalarini saqlab qo'ying. Hujjat bor joyda odam o'zini himoya qila oladi. Eng muhim nozik jihat shuki, ortiqcha to'lovning sababi aniqlanmasdan turib, pensioner albatta qaytaradi deb bo'lmaydi. Agar ortiqcha to'lov faqat idoraning hisob-kitob xatosi yoki texnik xatosi sababli yuzaga kelgan bo'lsa, pensioner esa yolg'on ma'lumot bermagan, hech narsani yashirmagan, o'z majburiyatini buzmagan bo'lsa, bunday vaziyatda bahslashish uchun asos bo'lishi mumkin. Chunki oddiy odam har oy pensiya qanday formula bilan hisoblanganini bilmasligi tabiiy. U davlat organi hisoblab bergan summani to'g'ri deb qabul qiladi. Masalan, pensiya jamg'armasi xodimi formulada adashib, pensionerga 20.200.000 so'm o'rniga 2.100.000 so'm tayinladi. Pensioner hech qanday noto'g'ri hujjat bermagan. Unga qaror chiqarilgan, bankka pul tushgan, odam uni ishlatgan. Oradan 2 yil o'tib, sizga har oy 300.000 so'mdan ortiqcha to'langan, 200.000 so'mni qaytaring deyishdi. Mana shu holatda men pensionerga darhol yozma e'tiroz berishni maslahat beraman. Chunki bu yerda xato kim tomonidan qilingani aniqlash juda muhim. Yana bir nozik jihat, talabnoma og'zaki bo'lmasligi kerak. Ba'zan odamga telefon qilishadi yoki kelib to'lab keting deyishadi. Men bunday holatda hech qachon faqat og'zaki gapga ishonishni tavsiya qilmayman. Albatta yozma hujjat so'rang. Unda qaysi davr uchun, qanday summa, qaysi asos bilan, qaysi qarorga ko'ra ortiqcha to'lov aniqlangani ko'rsatilishi kerak. Agar sizga faqat umumiy gap aytilsa, hisob-kitob dalolatnomasini, talabnomani va asos bo'lgan hujjat nusxalarini bering deb yozma murojaat qiling. 3-nozik shart, qarindoshlar javobgarligi. Pensioner tirik bo'lsa, odatda masala pensionerning o'zi bilan hal qilinadi. Lekin pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasidan pulni kim yechgan, kim foydalangan, meros masalasi qanday hal qilingan? Ortiqcha
to'lov qaysi davrga tegishli, bular muhim bo'ladi. Hamma farzandlar avtomatik tarzda qarzdor bo'lib qolmaydi. Agar bir farzand kartadan pul yechgan bo'lsa, masala avvalo pulni olgan shaxsga borib taqalishi mumkin. Agar pul meros tarkibiga kirgan bo'lsa, merosni qabul qilgan shaxslarning javobgarligi ham alohida ko'rib chiqiladi. 4-chi nozik jihat pensiyadan ushlab qolish miqdori. Agar talab qonuniy bo'lsa ham, bu pensioner ertaga hamma pensiyasidan mahrum bo'ladi degani emas. Odatda ortiqcha to'lovni qaytarish tartibi bo'ladi. Rozilik asosida yoki tegishli qaror asosida pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolinishi mumkin. Pensionerning yashash minimumi, sog'lig'i, oilaviy ahvoli ham amaliy jihatdan muhim. Men har doim maslahat beraman. Agar qarz borligi tan olinsa ham to'lov jadvali bo'yicha ariza bering. Masalan, men 2 million so'mni birdan to'lay olmayman. Pensiyam 20 million 500 ming so'm. Dori-darmon xarajatlarim bor, iltimos. Oyma-oy 200 ming so'mdan ushlab qolinsin deb yozish mumkin. 5-chi nozik jihat muddatlar. Ba'zan talab juda eski davrlar bo'yicha keladi. Masalan, 6 yil oldingi yoki 2 yil oldingi to'lovlar bo'yicha. Bunday holatda da'vo muddati. Talab qo'yish tartibi, tekshiruv qachon o'tkazilgani, ortiqcha to'lov qachon aniqlangani kabi masalalar ahamiyatli bo'ladi. Men bu yerda har bir ish alohida o'rganilishi kerakligini ta'kidlayman. Eski davr bo'yicha katta summa talab qilinsa, albatta yurist bilan maslahat qiling yoki bepul huquqiy yordamga murojaat qiling. 6-chi nozik jihat, bank kartasiga tushgan pulni davlat berdi, demak meniki deb qabul qilish xavfli. Oddiy odam uchun bu tushunarli fikr, lekin ayrim to'lovlar huquqiy shartga bog'langan bo'ladi. Shart tugasa pul tushgan bo'lsa ham, u qonuniy daromadga aylanmasligi mumkin. Ayniqsa vafotdan keyingi to'lov, o'qishdan chetlatilgandan keyingi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik muddati tugagandan keyingi to'lovlar shunday. Agar sizga talabnoma kelsa, birinchi qadam vahima qilmang va darhol pul to'lamang. Men umuman to'lamang demayapman. Men avval tekshiring deyapman. Talabnoma nusxasini oling, sanasini ko'ring, undagi summani alohida yozib qo'ying. Qaysi oylar uchun ortiqcha to'lov deyilganini aniqlang. Masalan, 2022 yil yanvardan 2023 yil iyungacha deyilgan bo'lsa, aynan shu davr bo'yicha bank tushumlaringizni va pensiya miqdoringizni solishtiring. Ikkinchi qadam, yozma ravishda hisob kitobni so'rang. Pensiya bo'limiga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: menga nisbatan ortiqcha to'langan pensiya summasini qaytarish bo'yicha talab bildirilgan. Ushbu talabning huquqiy asosi ortiqcha to'lov yuzaga kelgan davr, har oy bo'yicha hisob kitob, ortiqcha to'lov sababi, shuningdek mening aybim nimadan iboratligi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Bu juda muhim jumla. Mening aybim nimadan iboratligi. Chunki ortiqcha to'lov bo'lgani boshqa, odamning aybi borligi boshqa. 3-chi qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlash qarori, ish staji bo'yicha mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotnomalari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vafot holati bo'lsa o'lim guvohnomasi, bankdan pensiya tushumlari bo'yicha ko'chirma. Bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni aslini bermang, nusxa tayyorlab boring. Topshirgan narsangizga kirim raqami oldiring. 4-chi qadam, agar talabga rozi bo'lmasangiz, e'tiroz yozing. E'tirozda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Masalan, men pensiya tayinlashda noto'g'ri ma'lumot bermaganman. Barcha hujjatlar tegishli tartibda qabul qilingan. Ortiqcha to'lov idoraning hisob-kitob xatosi sababli yuzaga kelgan bo'lsa, ushbu summani mendan undirishga e'tiroz bildiraman. Masalani qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar siz haqiqatan ham o'zgarish haqida vaqtida xabar bergan bo'lsangiz, masalan, o'qishdan chetlatilganlik yoki qayta ko'rikdan o'tganlik haqida ariza topshirgan bo'lsangiz, uning nusxasini ilova qiling. 5-chi qadam. Agar qarz borligi aniq bo'lsa, lekin birdan to'lash imkoningiz bo'lmasa, bo'lib to'lashni so'rang. Arizada oilaviy ahvolingizni yozing, pensiya miqdori, qaramog'ingizdagi shaxslar, dori-darmon xarajatlari, kommunal to'lovlar. Iloji bo'lsa, shifokor retseptlari, dorixona cheklarini, kommunal to'lov kvitansiyalarini ilova qiling. Maqsad sizning to'lov qobiliyatingizni ko'rsatish. Amaliyotda bunday yondashuv ko'pincha keskin vaziyatni yumshatadi. 6-chi qadam, telefon orqali aytilgan gaplarni yozma shaklga o'tkazing. Sizga ertagacha to'lamasangiz sudga beramiz deyishsa, xotirjam javob bering. Iltimos,
talabingizni yozma shaklida bering, men qonuniy tartibda javob beraman. Har qanday davlat organi bilan munosabatda yozma iz qoldirish juda muhim. Arizani 2 nusxada topshiring. Bir nusxasi ularda qoladi. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'yiladi. Agar elektron murojaat qilsangiz, javob kelguncha murojaat raqamini saqlab qo'ying. 7-qadam, agar katta summa haqida gap ketayotgan bo'lsa, albatta mutaxassis bilan maslahat qiling. Mahalladagi yurist, advokat, davlat xizmatlari markazi orqali olinadigan ma'lumotlar, pensiya jamg'armasining yug'ori tashkilotiga murojaat, prokuratura yoki sudga shikoyat qilish imkoniyatlari bor. Men har doim aytaman. 500 ming so'mlik masalada ham hujjat bilan ishlash kerak. 5 million yoki 50 million so'mlik masalada esa albatta professional yondashuv kerak. Yana bir amaliy tavsiya. Pensiya olayotgan yaqinlaringizning kartasidan foydalanishda ehtiyot bo'ling. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularga tushayotgan pensiya miqdorini, qaysi sanada tushayotganini, qanday asosda olinayotganini bilib boring. Agar pensioner vafot etsa, kartadan pul yetishga shoshilmang. Avval pensiya bo'limiga xabar bering, bankka murojaat qiling, qaysi to'lov qaysi davr uchun tushganini aniqlang. Dafn xarajatlari uchun alohida tartibdagi to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin vafotdan keyin tushgan pensiyani o'zboshimchalik bilan yechish keyinchalik muammo keltiradi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar uchun maslahat. Farzand o'qishga kirsa, o'qish joyidan ma'lumotnomani vaqtida topshiring. O'qishdan chetlashtirilsa, akademik ta'til olsa, kunduzgi ta'limdan sirtqi ta'limga o'tsa, o'qishni tugatsa, bularning hammasi pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. O'zi bilib oladi deb kutmang. Siz xabar berganingiz haqida hujjat bo'lsin, ertaga talab kelsa, men vaqtida xabar berganman deb isbotlay olasiz. Nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotganlar uchun maslahat. Tibbiy ko'rik muddati tugashidan oldin hujjatlarni tayyorlang. Qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Agar shifoxona yoki komissiyada navbat cho'zilsa, murojaat qilganingizni tasdiqlovchi hujjat oling. Chunki keyin men borgan edim, ular kechiktirdi degan og'zaki gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Ishlayotgan pensionerlar uchun ham bir ogohlantirish bor. Ayrim to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Siz ishga kirganingizda yoki ishdan chiqqaningizda bu ma'lumot tegishli bazalarda aks etadi, lekin ba'zan kechikish bo'ladi. Shuning uchun pensiya miqdoringiz birdan o'zgarsa yoki tushunarsiz qo'shimcha pul kelsa, yaxshi bo'ldi deb jim o'tirmang. Pensiya bo'limiga murojaat qilib, bu nima asosda tushganini so'rang. Bugun aniqlasangiz, ertangi qarzning oldini olasiz. Demak, pensionerlarga talabnomalar kelishi mumkin, lekin har bir talabni alohida tekshirish kerak. Kim noto'g'ri hujjat bergan, shart o'zgarganini yashirgan. Vafotdan keyin kartadan pul yechgan yoki huquqi bo'lmagan to'lovni olgan bo'lsa, unda pulni qaytarish xavfi yuqori. Kim esa hamma hujjatni to'g'ri bergan, hech narsani yashirmagan, hatto idora tomonidan qilingan bo'lsa, unda e'tiroz bildirish va o'zini himoya qilish imkoniyati bor. Mening asosiy maslahatim, talabnoma kelsa, qo'rqmang, lekin befarq ham bo'lmang. Yozma hujjat so'rang, hisob-kitobni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, kerak bo'lsa e'tiroz yozing, zarur bo'lsa yuristga murojaat qiling. Pensiya puli pensioner uchun oddiy daromad emas, bu uning dori-darmoni, noni, kommunal to'lovi, hayotiy tayanchi. Shuning uchun har bir so'm bo'yicha adolatli va qonuniy yondashuv bo'lishi kerak. Sizning oilangizda shunday talabnoma kelganmi? Pensiya ortiqcha to'langan deb pul so'rashganmi? Izohlarda yozing. Vaziyatlarni birga muhokama qilamiz. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bugungi ma'lumot kimnidir katta qarzdan, kimnidir noto'g'ri to'lovdan, yana kimnidir keraksiz asabiylashishdan saqlab qolishi mumkin.